qiladi. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida joylashgan 131-sonli umumta'lim maktabida ta'limda psixologik farovonlikni birga yaratamiz mavzusida o'quv seminari tashkil etildi. Tadbir tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Bog'cha, maktab va oliy ta'lim muassasalari shaxsning shakllanishi, bilim olishi, dunyoqarashini kengaytirishi hamda intellektual rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, o'smirlik davrida uchraydigan ayrim psixologik muammolar yoshlarning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois ta'lim dargohlarida faoliyat yuritayotgan psixologlarning malakasini oshirish, ularning ish samaradorligini kuchaytirish hamda kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida hududlarda o'quv seminarlari o'tkazilmoqda. Seminar maktabgacha va maktab ta'limi psixologlari hamda oliy ta'lim muassasalarining pedagogika psixologiya hamda amaliy psixologiya kafedralari o'qituvchilari uchun tashkil etilmoqda. Ushbu seminar 65 soatlik psixologik turdan iborat bo'lib, Toshkent shahri va Toshkent viloyati psixologlari uchun start berildi va 14 ta hududda 3,5 oy mobaynida davom etadi. Seminarning mazmuni asosan maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarga profilaktik, korreksion hamda psixologik diagnostik faoliyat turlarini tashkil etish uchun psixologlarga metodik yordam berishdir. Shuningdek, bugungi kunda juda dolzarb bo'lgan voyaga yetmaganlar orasida zo'ravonlikni oldini olish yoki bo'lmasa suitsidal holatlarni bartaraf etish, o'quvchilarni psixologik jihatdan barqaror o'zaro munosabatlarda esa emotsiyalarni boshqarishga o'rgatuvchi diagnostik, profilaktik va korreksion instrumentlar beriladi. Hozirgi yoshlarimizni emotsional holati juda ham birinchi o'ringa chiqib qolyapti. Nimagaki, o'sha gadjetlar, internet orqali oladigan ma'lumotlari bolalarning ongiga, psixikasiga, emotsional holatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilyapti. Yoki depressiv holatlarga tushib kelyapti. Bu narsalarda qanaqa chiqish kerakligi, ular bilan qanaqa ishlash kerakligi, yo'l yo'riqlarini psixologlarimiz bugungi treningdan ko'p narsalarni olishadi va shu narsani tatbiq etishadi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, axborot oqimining ko'pligi va turli tashqi omillar yoshlar orasida stress holatlarini keltirib chiqarmoqda. Shu sababli ta'lim jarayonida psixologik farovonlikni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. O'zaro tushunish va qo'llab-quvvatlash muhitini yaratish yoshlarning nafaqat bilim olishiga, balki ruhiy jihatdan sog'lom shakllanishiga ham xizmat qiladi.